Assalamu alaykum aziz qarindoshlarimiz. Bugun MLD kanal shundaqla Ma'rifat saloni orqali qo'zg'oringlarga sunmoqchi bo'lgan ovozliq asar Sol tarafim og'riyotidi ana. Turkchidan uyg'urchalashtiruvchi Malak. Mikrofon oldida Mahina Rozi. Tinchlikmi ana? Men yana keldim. Ansirma. Maktabdan qo'yib bergandan keyin andan keldim. Analarmi dadalarga o'xshash bolalardan ansiramdigandi. Buni bilmadim. Ammo savodishim Ali maktabga bormasam onam xafa bo'ladi, ansiraydi degan edi. Shuni deb qo'ydim. Ana, oldingi hafta muallim o'ng qo'limga samsaq, sol qo'limga piyoz tutqizib, o'ng sol tarafimni o'gatdi. Men endi sol tarafim qayer, o'ng tarafim qayer ekanligini bilib oldim ana. Og'riyotgan tarafimning qayer ekanligini endi obdan bilaman. O'tgan qitim kelganimda bu yerim og'riyotdi. Mana bu yerim deb og'riyotgan yerimni sana faqat tushuntirib beramagandim-ku. Endi deb beray. Mana bu yerim sol tarafim. Ya'ni yuragim og'riyotdi ana. Hem de her gün ağrıydı. Tönügün etigen Reyhan'ın anısı onun çiçini örüp koludan yetilep mektepke ekep koydu. Kiminin yakısığımı keşte işlep veripti. Kongurak çılnışığa anısı onu suyup durup tez kırgın kızım dedi. Ben şığılıp ettim. Şığılıdım. Ama kılçı hıcıl bulmadım. Muallim nim bo'ldi deb so'raganda men yiqilib tushib tizimni og'ritib oldim deb javob berdim. Yolg'on so'zladim ana. Og'riyotgani tizim emas, balki yuragim. Bugun men dadamga chechimni o'rib qo'y dedim. Dadam o'rib qo'ydi. Lekin Rayhonningidek o'rganmadi. Men bu yoqamga kash tikilishini talab qildim. Ammo dadam bilmaydiganligini e'tirof qildi. Men uningga undaqda maktabga bo'lsa-mu sen opirib qo'y deb turib oldim. Dadam xizmatining aldirash ekanligini aytdi. Men xizmating bilan nima ko'rim deb etilib yig'lab ketdim. Dadam bo'lsa, "Qizim, oshnani kim topadi?" dedi. Men endi boshqa gap qilamadim ana. Maktabga borguncha yana qattiq yig'ladim. Ana, sol tarafim yana og'riyotdi. Bilemsen ana, maktabdagi hammalarning paypoqlari oppoq. Meningki bo'lsa kulram. Do'stim Zaynab, onam oq kiyimlarni rangli kiyimlarga aralashtirmay yuydi deydi. Ammo dadam bo'lsa hammani biroqli yuydi. Dadam kir yuyishni bilmamdi ana. Of. Dadam her kuni sumkamga pomidor bilan erinchik sep qo'ydi. Ko'ngliga kammisin deb demayman. Ammo do'stlarim har kuni turli pecheni, pranik va tortlarni ep keladi. Men bilaman, dadam tort pishirishni bilmaydi. Ana, qorong'i tushishga boshlabdi. Men qaytay. Dadam sening yaningga kelganimni bilmaydi. Bilsa xafa bo'lmaydi, biroq ko'ngli yerim bo'ladi. Ana, qabrondagi gullarni kim uzib oldi? Ruxsat qilmag'in. O'tinib qolay. Qabranga qo'llarini tekkizishiga yo'l qo'yma. Bu ko'ngilsizliklar uyga borganda esimga keladi. Va shu sababdan yana yig'layman ana. Ana, qara. Shisham yenimda. Bilamsan ana. Her qitim kelganimda elib olgan to'plarning hammasini shishiga to'kib saqlayman. Ustiga rasmimni chaplab, bosh tarafimga qo'yib yotaman. Her sahar uni suyib, qanmay purayman. Ana, hech kimga dema, ha? Ba'zida texi uning bilan mundishib ketaman. Qanday qilaman? Seni bekli seg'inib ketgan tursam. Har az unutib qog'li tasli qoptiman. Muallim ananglarni tasvirlab bir maqola yozib kelinglar degan edi. Men dadamga yozdiraman.
Muallim bilib qalsa xafa boludu. Ammo manga ne çare? Men seni ezelden körüp bakmagan tursam, qandaq yozaman? Senin ismin tılgı elinsila, sol tarafım ağrıp ketidu ana. Gelimden hiç neme ötmeydi. Bazıda çidamay jığılıp etimen. Defterge bundaq yazsam bulmaydı da. Canım ana, men ketay. Qabri topağını süyey. Sen bu düşlerimge kirip meni süygin. Çokum düşümge kirgin ha ana. Sen düşümge kirmesen, sol tarafımның ağırlıqıdan uygunup ketimen ana. Ana, sol tarafım ağırıvatıdı. Mana, dal muşiye. Sol tarafım bekle ağırıvatıdı ana. Seni bekle seyxindim. Bekle seyxindim ana.